Assalomu alaykum do'stlar, sizlarga qishloq sharoitida qurilgan dushni, ya'ni hammomni ko'rsatib o'tamiz. Narxlar bilan tanishtiramiz. Pechga o'rnatilgan. Ichkari kiramiz. Mana kirish joyi. Yechinish xonasi bu yer. Yechinish xonasi razmeri 380 ga 1,5. Akva eshiklar o'rnatilgan. Akva eshiklar 2,200,000 ga tushgan narxi. Kir mashinani joylab qo'yishgan. Bu yerda rakam qo'yish uchun ko'rsatib etilgan. Yuvinish xonasini ko'rsatamiz. Mana yuvinish xonasi. Pechga qo'yilgan. Pechga 1 million so'm. Hammasi o'lchami 20 mingga yaqin pul sarflangan. Devorlari blokdan bo'lgan. Sharoitidagi hammasi